Yana huquqni qarang. G'arbliklarda ayol ishlasa, ro'zg'or va hokazo narsaga sarflaydi. Bizning shariatimizda-chi, ayol kishi ishlab topganiga to'liqligicha o'zi egalik qiladi. Ayollardan xat kelyapti. Savol tushyapti ayollardan internet sahifalarida bizga. Men o'zim ishlayman, pul topaman va hokazo. Lekin qaynonam olib qo'yadi. Yoki ishlaganimda to'liq falon foizini doimiy holda erim olib qo'yadi. Yoki ro'zg'orga sarflaysan deydi. Biz ayollar topganimizni shunaqa qilib sarflashimiz kerakmi, majburmizmi yoki yo'qmi? Mutlaqo majburiyati yo'q. Shuni biling. Ba'zi birlar to'g'ri tushunishi mumkin, lekin men huquq jihatdan aytaman. Er o'ta nochor gadoylik qilyapti. Xotin esa ishi zo'r pul topyapti. Xohlasa beradi eriga, bo'lmasa bermaydi. Xotinning huquqi shu daraja baland. Er hoy men gadoylik qilib yuribman, boshqa choram qolmayapti, xotin ozgina yordam bergin desa, xotin kishi himmat qilsa beradi. Bo'lmasa erkakmisan? Sen boqishing kerak meni, nafaqamni to'lab qo'y desa haqqi bor. Mana xotinlarning huquqi shariatda. Shuncha puli turib xotin nima qiladi? Oxirati uchun ishlaydi. Kimlargadir sadaqa qiladi, ihson qiladi. Yo'l quradi, ko'prik quradi. Kambag'allarga yordam beradi kerak bo'lsa. Shu kambag'allarning ichi eriga ham yordam berib yorsa yaxshi. Lekin yordam bermayman, sen ermisan, boqasan tamom desa haqqi bor. Qaynona kelinni pulini olib qo'yishga mutlaqo haqqi yo'q. Bir tiyinini ham olib qo'yishga haqqi yo'q. Shunday qaynonalar zolim bo'ladi. Kelinning pulini qaynota ham ola olmaydi, er ham ola olmaydi, qaynona ham ola olmaydi, boshqasi ham ola olmaydi. Xotin ishlab topgan puli 100% o'zining mulkiga aylanadi. Kerak bo'lsa o'sha ayol o'zi zakotini beradi, o'zi qurbonlik qiladi. Bilib qo'ysin qaydonalar yoki qaynotalar. Kelinning haqqiga zulm qilmanglar. O'zi ishlab topyapti, bu o'zining mulki. Xohlasa sizga qaynonam meni onamsiz deb sovg'a bersa oling. Qaynotam otamsiz, boshimda soyabonsiz deb ihson bersa oling. Lekin kelin yordam berib oling, bizga sal qiynalib qoldik deyishga sizda haqqingiz yo'q. Shariatimiz shunaqa darajada ayollarning mulkini himoya qilgan. Hatto bizda shariatga amal qilinmaganligidan kelinga shaxsiy mulk qilib berilgan mahrni ham ota olib qo'yadi. Mahr ber deyapti, ota olib qo'yadi. Ha desa to'yga ishlatamiz deydi. Mumkin emas. Kelinning shaxsiy mulki. Hech kim unga daxldorlik qila olmaydi. Bizlarni kelinlarimiz, ayollarimiz shu darajada saxovatliki bechoralar. Er ishlamasa xotin boqyapti-da hozir. Shunday ayollar bor, erini ham boqadi, qaynotasini ham boqadi, qaynonasini ham boqadi. Kerak bo'lsa qaynisingisini turmushga ham chiqaradi. Ana nomard er ish chiqmayapti-da, endi nima qilay, ish izlab yuribman-ku deydi, undan nariga o'tmaydi. Mana yerda parondaqa qarovulchilik bor ekan, 2 million so'm oylik berar ekansiz. 2 million? 2 millionga ishlayman men, ishlamayman deydi. Uni qarang, 2 millionga ishlamaydi, xotindan pul olib yashab yuraveradi, nomard. Bozorga chiqib arava tort. Bir kunda 50 ming so'm, 100 ming so'm, 200 ming so'm topasan desa, men arava tortamanmi deydi. Ha, xotinning pulini yeganingdan ko'ra dayus arava tortganing mard erkakning ishi-ku. Xotindan 4 tononga pul berib tur degan o'lim basmi erkak uchun? Undan ko'ra chiqib arava tort, madikorchilik qil, halol, pokiza mehnating bo'ladi. Xotining pul bersa ham olmagin. Alloh asrasin xotin seni pulingga muhtoj bo'lishdan. Men erkakman men. O'lsam o'laman, sendan pul olmayman men. Alhamdulillah o'zim ishlayman, tanijonim sog'. Sen o'zing uchun ishlab turar, hozircha inshaalloh Alloh kasb-korimga bersa, hammasini joy-joyiga qo'yaman deyish kerak, mard erkak. Ammo xotin ihson qilib endi shunaqa, bu taqdir dadajonisi. Gohida undoq, gohida bundoq, ro'zar ikkalamizniki ham birgalikda tebrataylik shuni desa mayli. Ammo erkak hech qachon xotindan bunaqa narsa so'ramasligi kerak. Alik internetda bo'lganidek yana hozir bizni so'zimizni suiiste'mol qilib qaynonalar bizga janjal boshlamasin. Kelinlarni joy ko'tarib yordingiz. Kelinlar endi mol dunyosini undoq ekan, bundoq ekanda, ha bo'lmasa biz uy-joyimiz berib qo'yibmiz-ku, biz qarab o'tiribmiz-ku degan videosini qilishmasin. Men huquqini gapirdim, lekin hech qaysi bir ayollar unaqa qilishmaydi. Bu juda ham yaxshi holat.
g'arbliklar va hokazolarga taqlid qilib, ayollarning huquqlarini oyoq osti qilmaslik kerak.